Assalomu alaykum. Yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan yangiliklar bilan tanishtirib, efirda xabarlar axborot dasturi. Studiyada Madina Ulug'bek qizi. Avval bugun yangiliklardan qisqacha. Bugun O'shda iyun voqeasining qurbonlari xotirlandi. Qirg'izistonda yil boshidan beri yo'l halokatidan 330 nafar kishi halok bo'ldi. Ahil qo'shnilar millatlararo aloqani mustahkamlashmoqda. Ozarbayjonlar, turklar, o'zbeklar qo'sha yashaymiz. Qirg'izistonda joriy yil boshidan beri yo'l halokatidan 330 nafar kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar ministrligining yo'l nazorat xavfsizlik xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, 5 oy oralig'ida 2500 yo'l halokati ro'yxatga olingan. Mazkur ko'rsatkich o'tgan yilning 5 oyiga ro'yxatga olingan halokatlardan 1.9% ga oz bo'lib hisoblanadi. Yo'l halokatlarining 457 nafarida o'smirlar ishtirok etgan. Natijada 25 bola hayotdan ko'z yumib, 512 nafari turli jarohat olishgan. Botken obasida selning oqibatidan toza suv hamda ekin suvlari tanqis bo'lmoqda. Botken obasining Layrak rayoniga qarashli Qulunda va Beshkent qishloq hukumatida kuchli yog'ingarchilik sabab kelib chiqqan sel qishloqlarda toza suv bilan ta'minlovchi dambani, temir quvurni buzib ketgan. Qulunda kanalida ekin suv uzatishni to'xtatib qo'ygan. Bundan tashqari elektr simyog'ochlarini ham ag'dargan. Tabiiy ofat yuz bergan qishloqqa borgan favqulodda holatlar ministri Qubbatbek Bo'ronov 10 kun ichida ichimlik va ekin suvini o'z holatiga keltirishni, elektr energiyasi bilan esa 1-2 kunda ta'minlashni tegishli ministrliklar bilan amalga oshirishni bildirdi. Ayni damda sel yuvgan uy-joylarni, yo'l va kanallarni tozalash ishlari davom etmoqda. Botken obasining Laylak rayonidagi qishloqlarda 8-iyun kuni yoqqan kuchli yomg'ir 145 dan ortiq turar joylarga ziyon keltirib, qishloq xo'jalik maydonlarini yuvib ketgan. Bugun O'sh shahrida 5 yil avvalgi iyun voqeasi qurbonlarini xotiralash marosimi bo'lib o'tdi. Markaziy maydonda yig'ilgan xalq, oblast va shahar rahbarlari bilan birgalikda O'sh shahridagi onalar ko'z yoshli estaligiga gulchambar qo'yib, marhumlar ruhiga Qur'on tilovat qilishdi. Shahid ketganlarni xotirlash marosimiga marhumlarning yaqinlari, mahalliy hukumat vakillari, shahar kengash deputatlari hamda muassasa ishxonalar xodimlari kelib, onalarning ko'z yoshi estaligiga gulchambarlar qo'yishdi. Marhumlar arvohiga Qur'on tilovatlar qilindi. Masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Ikki millat vakillari bir necha asrlardan beri bir oiladek istiqomat qilib kelishgan. Iyun voqeasini kelib chiqish sabablari xalqaro hamda davlat komissiyasi tomonidan o'rganilib, tinchlikni ko'ra olmaganlar tomonidan kelib chiqqani aniqlangan. Bunday ma'lumotni ta'kidlagan shahar meri ikki millat orasidagi o'zaro munosabat bundan keyin ham davom etishini ta'kidladi. Vaqtdan o'tishi bilan elimizdan aqlmandligi, turuqluligi barin yengib chiqdi desam to'g'ri bo'ladi. Kecha jiye kechirib qolgan iki elдің o'zaro muomalasi bugun murдағы qalbına kelib, intimoqlashkerlik bilan cho'g'u yashab жатқандығы albatta bizni quvontirmay qo'ymaydi. Bundan 5 yil oldingi voqealar ikki millat orasidagi bir-birini yomon ko'rish yoki ichki nizolardan kelib chiqqan emas. Buni o'sha vaqtdagi o'zbekni qirg'iz yoki qirg'izni o'zbek himoya qilganini tasdiqlaydi. Demak, bundan keyin ikki millat orasiga nifoq solishga harakat qilganlarga e'tibor bermasdan o'zaro munosabatlarni saqlab qolish kerakligini So'ronboy Jeenbekov ta'kidlab o'tdi. Жалпы Qirg'iziston elining harakati bilan o'shol qarg'ashali voqea qisqa muddatda to'xtatganga buna mumkinchilik tuzildi. Eng negizisi qarapayım el biri-birini tiyib, biri-birini qo'ydi, biri-birini jarasına, biri-birine ko'ngil aytib, Qirg'iz bilan o'zbek birga yashagan ko'chalarda, kvartallarda, ayıllarda ushul janjal ulanishina yo'l berilgan yo'q. Shahid ketganlarni xotirlash marosimida Jug'urki kengashdan birorta ham deputat ishtirok etmadi. Xalq vakillarini saylov vaqtida faol bo'lganlar bugungidek tadbirlarda ishtirok etmasligi o'kinchli holat deya ta'kidlashdi bu yerga tashrif buyurganlar. Boshlanib o'tirday bo'ldi.
5 yıl burun minglab özümüz sırda otursagan deputat qilib saylaganmiz. Yaqinlaridan ayrilgan onalar xalq vakillaridan norozi bo'layotgan bir vaqtda Jug'urka kengashining deputati Jildizxon Jildashova xotirlash marosimiga kelmay qolishiga mahalliy hukumat sabab bo'lganini ma'lum qildi. Sababi meriyadagilar deputatlarga marosim soat 10:00 da boshlanadi deb, jabrlanuvchilarning yaqinlarini esa soat 8 ga taklif qilishgan. Bari bilet qo'yib kelganman. Bari bilet qo'yib. Yo'q, aytib qo'ymasizlar 8:30da. Aytib qo'yish kerak-da. Bu yerda shunday. Tadbir yakunida mahalliy hukumat vakillari janjalda jabrlanganlar oilalariga borishdi. Voqealarda yaqinlaridan ayrilganlar ahvoli bilan tanishib, marhumlarga bag'ishlab Qur'on tushirildi. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bundan 5 yil avvalgi voqeadan keyin millatlararo ittifoqni mustahkamlash hamda jamiyatni birlashtirish bo'yicha 2011-yilning yanvar oyida Qirg'iz Respublikasining milliy siyosati bo'yicha davlat konsepsiyasi takroran ishlab chiqilgan. Buning asosida o'lkamizning barcha hududlarida millatlararo muomalalarni mustahkamlash bo'yicha turli tadbirlar olib borilmoqda. Hilola Azimova, Adina Do'smbetova, Aybek Bedelbekov, Untumoq. Prezident iyun voqeasidagi fuqarolarning qahramonliklari bilan taqdirladi. Almazbek Atambayev 2010-yildagi iyun voqeasida kishilarni qutqarishda qahramonlik ko'rsatgan fuqarolar bilan uchrashib, ularga prezident savodlarini sovg'a qildi. Bunday sovg'ani 12 nafar fuqaro oldi. Davlat rahbari ularni taqdirlash vaqtida boshqa davlatlardagi bu kabi voqealarning oqibatini solishtirib ko'rib, biz Qirg'iziston xalqining donoligiga, to'g'ri yo'lda borayotganligimizga yana bir bora ishonamiz deb bildirdi. Shu bilan birga davlatimizdagi tinchlikni o'zimizdan boshqa hech kim ta'minlay olmasligini aytib, mamlakatimizdagi birdamlikni har bir oiladan, ko'cha, qishloq hamda shahardan boshlashni ta'kidladi. Qorasuvning Jiydalik qishlog'ida bir ko'chada 5 millat vakillari yashaydi. Turli millat vakillaridan iborat bo'lgan qo'shnilar turli marosimlarda birga bo'lib, birdamligini yo'qotmay kelishadi. Agar birorta qo'shni ko'rinmay qolsa, uyiga borib xabar olishadi. Har doim aloqada bo'lgan qo'shnilar bir-birlarining tillarini o'rganishib, qiz berib kelin olganlar ham bor. Turli millat vakillarining aloqalari haqida navbatdagi lavhada. Bular bir oila yoki qarindoshlar emas, bir ko'chada yashagan turli millat vakillaridan to'plangan qo'shnilar. Ular tez-tez to'planib suhbatlashib turishni xush ko'rishadi. Suhbatlari ham oddiy emas, bir-biriga yordam berish, muammolarni hal etish yo'llarini izlashadi. Turli marosimlarda ham avval maslahatlashishadi. Hozir esa biror joyga borib dam olib kelish rejasini tuzishmoqda. Jilsuga borasizlarmi uyushtirsak? Inshaalloh boramiz-da. Ahillikda yashagan qo'shnilar 5 millat vakillari Qirg'iz, O'zbek, Turk, Ozarbayjon hamda Rus millatidan. Ular turli millat vakillari bo'lishsa ham birdamlikda yashashadi. Urf-odatlari turli bo'lsa ham bir-birlarining odatlarini yaxshi bilib qadrlashadi. Qatnashamiz, bir-birimiz to'ylarga boramiz, kelamiz, ittifoqmiz. To'ylarga dasturxon qilib borishlarimiz o'xshab ketadi. Ko'proq Ulutiga qaramay hamma yoppa kiradi. Kim qanday Ozarbayjonlar to'y qilsa, ularda o'ziga yarasha dasturxon qilib chiqamiz. O'zbeklar to'y qilsa, bular bizga yarasha dasturxon qilib chiqadi. Masalan, savat qiladigan bo'lsa, savat qilib chiqadi. Tugun ko'tarib chiqishadi, pul to'playmiz, material beradi, boshiga ro'mol soladi. Jiydalik qishlog'ida turli millat vakillari yashaydi. Biz hikoya qilmoqchi bo'layotgan qishloqning Ergashumarov ko'chasida ham 50 yaqin oila bo'lsa, uning 10 nafari Ozarbayjon, yana shunchasi turk millatidan. Yashovchilarning ayrim odatlari bir-biriga o'xshab ketadi. Turli millatlar bilan birga yashab, qiz uzatib, kelin olganlar ham bor. Ularning biri o'zbek millatidagi qiz, qirg'iz millatidagi yigitga turmushga chiqib, hozirgi vaqtda 2 farzandning onasi bo'lgan. Meni mamam, например, hech qachon qarshilik ko'rsatmagan, ko'rsatdim degan o'yda ele bo'lmagan, потому что bizde anday yo'q bo'ldi-da. Meni ejem, bundan cho'ng ejem turmushga chiqqan, alar atasi O'zbek, mamasi Rus, anday, bizde smeshni tugan urug'da, jarım tugan urug' qirg'izlar bizde. Turli millatdan tashkil topgan qo'shnilar biror muammo yuzaga kelsa birgalikda hal etishadi. Qo'shnilarning yig'inida hamma ishtirok etib, beparvo qolgani bo'lmaydi. Agar birorta qo'shni betob bo'lib yoki ko'rinmay qolsa, borib xabar olishadi. Har doim aloqada bo'lgan qo'shnilar bir-birlarining tillarini ham o'rganib olishgan. ulutuna qaramaymiz bu yerda. Bardig'i nima? Yaxshi. Anlar meni o'zbek tilida söylasham. Bu yerda men qirg'iz azda. O'shancha men o'zbek tilida söylayman bardig'ini. Anan unutmoqdi, yaxshi qo'shnilar. O'zbek tilida söylashamiz.
bardığımız. Birdamlikda yashagan qo'shnilar turli millat vakillarining birga yashashining yaxshi tomonlari bor deyishadi. Ular bir-birining tillarini o'rganishi kelajak avlod uchun yaxshi natija ko'rsatishini aytishadi. Ta'kidlab o'tsak, Jidali qishlog'ida 10 dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladi. Majron Ulug'bek qizi, Nazgul Oxunova va Ilhom Ibragimov, Intimaq. Qirg'iz, o'zbek, rus, qozoq bir oila. Qorasuvning Narimon qishloq hukumatida yashagan Ashirbek Xaliqov ko'p millatli hamda ahili oila qurganligi bilan faxrlanadi. Hozirgi vaqtda uning qozoq, o'zbek kuyov bolalari hamda rus kelini bor. Qahramonimiz ayoli bilan turmush qurganiga 36 yil bo'lgan. Turli millat vakillaridan tashkil topgan oila muxbirimiz Ra'no Nazarovaning lavhasida. Xaliqovlar oilasi Narimon qishloq hukumatining eng namunali xonadonlaridan biri. Sababi ularning uyida 5 millatning vakillari bor va ular ittifoqchilikda bir-birlarini tushunib hayot kechirishadi. Ashirbek Xaliqov 1970-yildan buyon O'shda yashaydi. U 30 yil davomida tekstilda mehnat qilib, shu yerda ishlab oila topib 4 farzandli bo'lgan. Negizi uyda bardiq narsa semiyani tuttelishi ota-men eneden ata-men ene tuğlu tarbiya berse, baldar ayavay bunda tolerantlı olup, çıdamkay olup, anan düşünüklü olup ösüşet. Bizim baldardın bardığı выше образованный, anan özümüzdagi men средний технический образование. Hazır gününde men tibetskiy meditsina menen заниматься etib, hazır günde men tibetolog vrachman. Ashirbek Xaliqovning birinchi kuyov bolasi qirg'iz bo'lsa, keyingilari o'zbek va qozoq millatidan. Barcha bayramlarda katta kuyovlari kelishib, butun oila birgalikda nishonlashadi. Ularning bildirishicha, millat, yosh, boylik muhim o'ringa ega emas. Asosiysi to'g'ri tushunish va sof tuyg'ular bo'lsa bas. Unaqa qarshilik ham bo'lgan emas, jicha ozgina boshida bo'lgan va boshqacha ekan, anaqa ekan, bunaqa ekan deb. Undan keyin sekin Xudoga shukr, yaxshilar. Sekin hali birlashib qarshiliklar yengib yaxshi tinch totuv hozir internasional oila hammamiz to'planib hamma qirg'izcha, o'zbekcha, o'rischa har xil tilda gaplashaveramiz. O'zini xohishi, o'zini maqsadi. Endi ota-onani ham hurmat qilish kerak, ota-onaning gapini ham qilish kerak. Endi o'zlari yoshlarga maslahatim birinchi o'chirda o'zini yuragiga quloq solsin. 3 qizning ichida bir yigit bo'lishiga qaramay, o'g'li haqiqiy yigit bo'lib o'sganini aytishadi. Xonadonida yelib yugurib xizmatini qilayotgan kelin esa rus qizi. O'qishda o'qib yurgan paytlari ular bir-birini sevib qolishib, ushbu xonadonga kelin bo'lib tushgan. Oyisi Qunduzxon opa boshqa millatdagi kelinni o'z qolipiga tushirish qiyinchilik yaratmaganini aytadi. Qarindoshchiliklarimiz bor, nima olib 5 mol namoz o'qisang, o'risga uylanasizlar deb boshini turmoq qilishgan. Endi suyib qolganda meni biz qarshi chiqa olmaysizmi ekan? Suyib qolgandan keyin o'sha kelinni oldik, yaxshi kelamiz. Men o'zim uyretdim-da qoldi, saltlarimiz borligini uyretdim-da, mol sog'andi, non xamir qilib, non javishdi, mana tomoqlarni borligini uyretib, nima qilib qo'yganman, gulday qilib bari jo'g'ini tomoqlarimni jasab, muantib nima qilib, mehmonlarim yaxshina kuzatib beradi. Avvaliga Ashirbek aka tomonidan qarshilik bo'lgan ekan, keyin farzandlari bir-biriga qattiq ko'ngil qo'yganini bilgach, to'yga ruxsat bergan. Yekaterina kelin bo'lib tushgandan 1 yil o'tib islom dinini qabul qilgan. Bugungi kunda u 5 mahal namozini qoldirmay o'qiydi. O'zim qalom bilan yo'l solib, islomga o'g'acha ham qiziqchilik. O'shundale namoz kitoblarda o'qiydilar, qiziqadilar mana. Turmuş qilgandan keyin ana qiziqib ko'rib, men yo'lga ketdim. 9 yil bo'ldi bizga. 4 bolam bor. Cho'ng'iz 3 o'g'lim. Birinchi qarshilikcha bo'ldi. Anam qarshiliklarni yengib, uni baxtli o'tashamiz. Xaliqovlar oilasi bir davra bo'lib yig'ilganda bayramlarda o'zgacha dasturxon tuzashadi. Sababi har bir millatning taomlari, an'analari e'zozlanishi kerak deydi qahramonimiz. Nabiralari ham turli tillarni o'rganishga qiziqishadi. Xonadonida hammasi kamida 3 ta tilda gapirishadi. Qo'shni Qozog'istonda yashayotgan qizining turmush o'rtog'i qozoq millatidan. Ular bilan tez-tez aloqa qilib turishlarini bildirishdi. Ta'kidlab o'tsak, Ashirbek Xaliqov tibbiyotchi bo'lib ishlashdan bo'lak, mahalla oqsoqollar raisi bo'lib ham mehnat qiladi. 11 nafar nabiraning bobosi barchani do'stlikka, ittifoqchilikka chaqirib o'tdi. Ra'no Nazarova, Aybek Bedelbekov, Intimaq.
O'sh, Jalolobod hamda Botken oblastlarida joriy yilda haj safariga boruvchilarni qur'a bilan tanlash boshlandi. Bu haqda Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasidan xabar qilishdi. 9-iyunda boshlangan tanlash ishlari 15-iyunda yakunlanadi. Keyin boshqa oblastlarda o'tkaziladi. Hozirgi vaqtda muftiyning o'rinbosarlari Ravshan Eratov hamda Zamir Rakiyev hududlarda tanlash ishlarini olib borishmoqda. Joriy yilda haj safariga borish uchun 3300 nafarga yaqin fuqaro hujjat topshirgan. Saudiya Arabiyasi esa Qirg'iziston uchun 3685 nafar kishiga kvota ajratgan. Joriy yilda ro'yxatda o'tganlarning soni unga yetmaganligi sabab o'tgan yilda hujjat topshirib, lekin bormay qolganlar ham qo'shiladi. Ularning barchasi qur'a orqali tanlanadi. Monopoliyaning izga solish agentligi oliy o'quv yurtlaridagi shartnoma hajmini kamida 30 ming so'mga ko'tarishni taklif qilmoqda. Loyiha hukumatga yuborilib 23-iyunda qaralishi kutilmoqda. Hozirgi vaqtda monopoliya agentligining vakillari mamlakat hududlaridagi bilim berish tarmog'ining xodimlari bilan uchrashib, taklif qilingan loyiha bilan tanishtirishmoqda. Bu borada bugun O'sh shahrida majlis o'tkazilib, shartnoma asosida bilim berishning haqqini ko'tarishdagi natijalar haqida muhokama qilishdi. Monopoliyaning izga solish agentligining rahbari Bolsunbek Qazaqovning ta'kidlashicha, oliy o'quv yurtlaridagi shartnoma haqqini yuqorilatish bilan bilim sifatini yuqorilatishga sharoit yaratiladi. Narx yuqorilasa, talabalar o'qishdan chetlab qolishdan qo'rqib, yaxshi o'qishga harakat qilishadi. O'qituvchilarning ham maosh ko'tarilib, talabalardan pora olish fakti ham bartaraf qilinadi. Yig'inda bundan tashqari idoralarning bugungi kundagi olib borayotgan ishlari hamda tenderni elektron tizimga o'tkazish bo'yicha ham masala qaraldi. Yoshlarning bilim olу sapati жылына сапат емес сан эле көбөйүп келаткан, ошону да биз азыр эң бир өйгөйлүү маселелердин бири катары коюп, билим берүү тармагы боюнча биз азыр жаңы бир подход тусунуштап атабыз. Ушу билим берүүнү баягы сандан сапатка өткөрүү боюнча ажообуздун койгон бизге тапшырмасы бар. Endi esa navbat xorij yangiliklarida. Janubiy Koreyada MERS virusi tarqaldi. Ko'pchilikni xavotirga solayotgan tuya tumovi 9 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Hozirgi vaqtda 100 dan ortiq kishi mazkur kasallik bilan shifoxonaga yetkazilgan. Ularning 11 nafari og'ir ahvolda. MERS virusi davlatda kundan kunga ko'paymoqda, lekin hozircha kasallikka qarshi vaksinalar topilmadi. Janubiy Koreyada tarqalayotgan MERS virusi yana 2 kishining umrini qiydi. Avval tuya sindromi bilan 108 kishi aniqlansa, o'tgan sutka ichida yana 13 nafari mazkur illat bilan kasalxonaga keltirilgan. Ularga karantin e'lon qilinib, Seuldagi Milliy universitet qoshidagi gospitalda maxsus bo'limlarga yotqizildi. Bulgunga чейин 108 kishi MERS virusi bilan xattoda turgan, kecha kuni dag'i 13 odamdan no'ri bayqaldi. Hozirgi topda bu sindromdan 9 kishi qazo bo'ldi. Dag'i 11 o'g'rili o'ta og'ir ahvolda жатат. Bir beytapqa bugun javob berdik. O'g'ridan ayiqqanlardan soni 4 ga jetdi. Sog'liqni saqlash ministrligining ma'lumotiga ko'ra, tuya sindromidan halok bo'lganlar davosiz dard bilan og'rib kelishgan. O'tgan sutkada vafot etgan 2 fuqaro ham avval saraton kasali bilan jabrlanib kelishgani aniqlandi. Aniqlangan 13 kishiga kasallik Seul Milliy universitetining gospitaliga kelgan vaqtda yuqqan. Kasalliklar oldini olish markazining xodimlari MERS virusini yuqtirib olgan bemorlar davolanayotgan kasalxonalarning ro'yxati ijtimoiy tarmoqlarda yozilganini yoritishdi. Bugun erteng менен 9dan boshlab MERS virusi turali rasmiy sayt ishlay boshladi. Ал жактан qaysi ооруканада канча бейтап аталган синдром менен дарыланып жаткандыгы тууралуу маалыматтар жазылган. Ошондой эле туристтер, дарыгерлер жана карантинге алынгандар үчүн этияттык шарттары каралган. MERS virusining tarqalishi sababli Janubiy Koreyaga 20 mingdan ortiq turistlar borish fikridan qaytishdi. Mahalliy yashovchilar ham uylaridan chiqishdan xavfsirashmoqda. Shahar ko'chalarida deyarli hech kim yo'q. Rahbariyat vakillari fuqarolarni sarosimaga tushmaslikka chaqirishadi. Суранабыз, кадимки жашоого кайтканы аракет кылыңыздар. Ызы-чууга алдыруунун кереги жок. Туура көз карашта болгула. Баары жакшы болот. Arab amirligidan tuya sindromi bilan og'rib kelgan qariyani Janubiy Koreya kasalxonalaridan biriga yotqizishgan. U yerdan kasallik boshqa bemorlarga yuqib, fuqarolarning hayotiga xavf tug'dirmoqda. Hozirda bu virusga qarshi afsuski vaksinalar ishlab chiqilmadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhamiz mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan 3w.ndmaq.kg saytidan va 106 FM to'lqinlarida tranzit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.
Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы гиик-от Ачалап с ароматной травой райхан. Тонизирует, утоляет жажду, заряжает энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать. Assalomu alaykum. 11-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havo ma'lumoti ko'rsatuvining homiysi Alayku savdo belgisi. Qirg'iz Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining bergan ma'lumotiga ko'ra, ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 2-7 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Batken oblastida 15-20, kunduzi esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 18-20, kunduzi 27-32 daraja issiq. Alobodda kechasi 18-20, kunduzi esa 27-32 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 7-11 daraja iliq, kunduzi esa 13-18 daraja issiq. Talas oblastida kechasi 12-16, kunduzi esa 25-28 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 17-19, kunduzi esa 21-24 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Chiyob kechasi 14-16, kunduzi esa 18-26 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 2-7 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 15-18, kunduzi esa 24-27 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 2-7 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 17-19, kunduzi esa 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sizlar 11-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumoti ko'rsatuvining homiysi Alayku savdo belgisi. Ob-havo ma'lumoti bilan esa men sizlarni Dilafruza Dajanova tanishtirdim. Salomatda qoling. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы гиик-от Ачалап с ароматной травой райхан. Тонизирует, утоляет жажду, заряжает энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать.